Hürmetli vatandaşlarım, leksiyalarımızı davamlaştırımız. Endeki mavzu Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungoning aqliy mulk huquqi mas'uliyatlarini o'g'irlaganligini tekshirishga buyruq tushirdi. Mavzuda xabar 8 ayning 15 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 1-kuni, 14-kuni Oqsaroyda ma'muriy eslatmaga imzo qo'yib, Amerika savdo vakillarining Jungoning Amerika shirkatlarini texnik o'tinib berishga majburlaganligini va aytilishicha Amerikaning aqliy mulk huquqiy mas'uliyatlarini o'g'irlaganligini tekshirishga huquq berdi. Prezident Trump bu buyruqda imzo qo'yishdan burun Jungo ogohlantirish berib, ikki davlat o'rtasida savdo urushi portlaydigan bo'lsa, ikkala taraf quttirib etamiz degan edi. Diqqat vatandoshim, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungoga aqliy mulk huquqi mas'uliyatlarini o'g'irlaganligini tekshirish va Jungoning Amerikaning shirkatlariga majburiy besim qilib, texnika o'tinib berishni talab qilganligini tekshirish to'g'risida saylam damiridagi va'dasiga amal qilib, prezident Trump bu buyruqqa imzo qo'ydi. Diqqat qiling, bu buyruqqa imzo qo'ydi. Xitoy hukumati nima dedi buni? Jungo Amerika o'rtasida savdo urushi boshlandi dedi. Butun matbuotlar shunday dedi. Agar Amerika tekshirishni rasmiy boshlaydigan bo'lsa, tahlilchilar mundaq deyishdi. Tekshirish Amerika bilan Jungoning ziddiyatini kaskinlashtirib o'tadi. Va ikki cho'ng dunyo iqtisod davlat o'rtasida savdo urushi portlaydi. Prezident Trump yaqinda Jungo davlat raisi Xi Jinpingning bexatarlik komitetida qaror ma'qullab, Chaoshenga embargo yurgizishni qo'llab, Chaoshenning raketa qo'yib berish va yadro turlarini jazolash qo'shilganligini maqtagan edi. Beijing haftaning 1-kuni Chaoshenga yangi embargo yurgizish tadbirlariga asosan Chaoshendan ko'mir, temir rudasi va dengiz okean mahsulotlari import qilishni cheklashni chaqirdi. Prezident Trump so'zlagan nutqning butun teksti tuandikcha. Bu payt intayin qadrlaydigan bir payt. Biz bugun saylam davrida bergan va'dalarimizning yana boshqa birisini amaliyalashtiradigan payt keldi. Puxta tadbir qo'llanib, Amerika shirkatlarining aqliy mulk huquqini qo'g'dishimiz lozim. Balki eng muhimi Amerika ishchilarini qo'g'dishimiz lozim. Chet el shirkatlari aqliy mulk mas'uliyatlarini o'g'irlab har yili necha million emgak o'rni fursatini yo'qotdi. Bu milliardlagan dollar ziyonga urdi. Uzundan beri davlatimizning boyligini boshqa bir davlat sömürüp ketdi. Lekin Washington hech ish qila olmadi. Ular buning uchun hech qanday bir ish qilib bermadi. Masalan, Amerikaning dollar va boyligini sömürüp ketganlar Amerika uchun hech qanday ish qilib bermadi. Lekin Amerika endi bu ishga qarab o'tiravermaydi. Notoq Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning nutqi. Davomlashtiramiz. Bugun men Amerikaning savdo vakili Robert Lighthizer ko'rsatma berib, Jungoga chetishliq bo'lgan texnika o'tinib berish va aqliy mulk mas'uliyatlarini o'g'irlash siyosatini tekshirishga huquq berdim. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti bo'lish bilan ishchilarni qo'g'dash, texnika va sanoatimizning adolatsizlikka va qalaymaqon ishlatilishiga uchrashidan qo'g'dash bu mening majburiyatim. Biz ko'krigimizni kirib, Amerikaning shirkatlarini qonunsiz texnika o'tinib berishga majburlab, ondan bozorga kirish huquqi bermoqchi bo'lgan davlatlarga yuzlandik. Biz Amerika ishga urilishni tarmar qilg'ichi saxta mol va saxta buyumlarga qattiq zarba beramiz. Biz odillik bilan teng almashtirish va barobar manfaat yetkazish prinsipini amaliylashtıramiz.
bu sodini teşkilleydigan asaslardır. Men prezident sayılımıdı şundaq vədə bergen ve şundaq kılışımız gerek. Men prezident bolup süptüm bilen hazır kılavatqa işim mu del şunda. Rahmet Amerika. Sana Allah yar bolsun. Bu intayin zor bir hareket. Bu emdila başlandı. Men oylayman sizler bu iş emdila başlandı demekçi bolavatısızlar. Prezidentinin nutqi ahırına anlayıp etin dostum. Bu intayin zor bir hareket. Bu emdila başlandı. Men oylayman sizler bu iş emdila başlandı demekçi bolavatısızlar.